Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim a'zolari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan 6 sotixlik yerimiz sotiladi. Xususiy bog'cha maktabni Qo'qonbo'ydagi sentrda joylashgan xususiy bog'cha maktabni shundoqqina oldida joylashgan. Yo'limiz ikki taraflama. Sizlarga qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, 38 ming dollar narx aytishyapti. Albatta oz-moz kelishiladigan holati bor. Videomiz boshida like tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va bu videomizni ko'plab yuqtirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Qisqachagina obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu tarafimiz xususiy bog'cha maktab. Bu asosiy kirib kelish yo'limiz va yerimiz bu joyda joylashgan. Bu joyda asosiy yerimiz, bu joyda yerimiz to'g'ri burchak. Albatta kadastr hujjati uchun qurilish qilib qo'yishgan, kadastr hujjatlari mavjud. Pulini notariusda sanaydigan holatda. To'g'ri burchak, mana kirish darvozaxona qismi, darvoza qo'yilgan va polni atrofi временный zabor bilan o'rashgan. 6 sotik yer maydoni. Har qanday qurilish qilsa bo'ladigan joyda. Albatta buni ko'p qavatli turar joy, dom qursa ham bo'ladi bu joyga. Sabab mana yonlarimiz polni, mana yonlarimiz dom. Bog'cha tomondan kirib kelsa ham bo'ladi. Mana bu tarafimiz esa Qo'qonbo'yga burilganda shaffof metanni ro'parasidagi katta ko'chadan kirsa ham bo'ladi. Mana bu joyda zaxvatimiz mavjud. Bu yerimizga tegishli 6 sotikdan tashqari bu joyda gideta 1-2 sotik zaxvat ham bor. Mana bu yo'lni ko'rsatib o'tamiz. Bu asosiy mana ro'parada shaffof metanimiz mavjud. Ro'parada shaffof metan. Katta ko'cha. Bu taraf katta ko'chamiz va mana shu kirgandagi joyda ro'paradagi yerimiz. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Albatta, bunaqa markazda, sentrda joylashgan joyni topish hozirgi kunda amri mahol. Mana shu ro'parada mana Qo'qonbo'y aeroport yo'lidan gideta bir 150 metr kirganda shundoqqina o'ng qo'ldagi joy. Mana bu yerimizning holati. Bu tarafi esa xususiy bog'cha maktabda shundoqqina yonidagi joy. Mana yerimizning holati. Xohlovchilar buni olib kotej forma uy qurib yashashligi ham mumkin. Albatta, ko'pchilik bilishadi, Qo'qonbo'yda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Yana bir bor yerimizning holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Umumiy yerimizning holati. Albatta, har qanaqa proyekt bilan bu joyga bemalol qurilish qilsa bo'ladigan joy. Kimga ma'qul bo'lsa kelib ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p joylarni video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.